Karantin tadbirlari amalda bo'lgan ayni paytda ayrim fuqarolar tomonidan qo'pol ravishda qoida buzish holatlari kuzatilyapti. Bu vaziyatni tasvirga olish va ko'z-ko'z etish esa shu kunlarda poytaxtimizning Amir Temur xiyobonida blogerlarning noma'qul xatti-harakatlari aks etgan video tarqadi va bu ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Ushbu qonunbuzarlar qisqa fursatda qo'lga olindi va tegishli chora ko'rildi. Amir Temurda qachon bizdan koronavirus ketadi? Siz ayting, ko'p narsalarni bilasiz. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, juda tez fursatlarda ushbu voqea ishtirokchilari qo'lga olindi va ularning shaxsiga aniqlik kiritilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Unga ko'ra, video tasvirlarda namoyon bo'lgan yoshlarning biri Toshkent shahrida tug'ilgan 22 yoshli Majidova Kamola, shuningdek Samarqand viloyatida tug'ilgan, muqaddam sudlangan 30 yoshli Rozikov Olmos va Toshkent shahrida tug'ilgan 27 yoshli Hamidov Umid ekanligi ma'lum bo'ldi. O'sha Amir Temur haykali atrofida o'zini telefoni bilan rasmga tushib, selfie qilyotdi. O'shanga keyin biz ham olib o'zimizcha prosta tag gapirganmiz uni. Kimnidir ustidan kulish uchun, mana sizlar uyda o'tiribsizlar, biz mana ko'chada mana bunaqa yuribmiz degan maqsadda gapirmaganman-da uni. Kamolani telefoniga olingani uchun Kamola qo'yib yuboribdi buni internetga. Men faqat Amir Temur orqamda turibdi, koronavirus qachon ketadi deb baqirganman. Shu men o'zim uchun olganman. Oldimda hech kim yo'q, maskan qo'limda turadi. Xalq uchun, millat uchun harakat qilayotganinglarni, lekin biz ham yomon maqsadda ko'rishmagan edik. Blogerman. Narsa olgani ko'chaga chiqdik, o'zi to'g'risini aytsa, o'sha yerda endi o'tirib, ozgina narsa yeb, ozgina ichib, endi to'g'risini aytsa, uyda juda ham siqilib ketdik. Biz bunaqa bo'lishini bilmadik. Ozgina bo'lsa ham bir odamlar kayfiyatini yoki ko'tarmoqchi bo'ldik, lekin biz bunaqa darajada bo'lib ketadi deb o'ylamadik, to'g'risi. Hodisaning eng ajablanarli tomoni shundaki, bu fuqarolar o'zlarini erkin blogerman deb hisoblar ekan. Nahotki ular erkin blogerlik faoliyati bilan shug'ullanishda faqat turli oldi-qochdi gaplar, hurmacha qiliqlar va qoidabuzarliklar aks etgan video tasvirlar orqali obunachilarga ega bo'lish mumkin deb o'ylasa. Aksincha, yurtimizdagi epidemiologik vaziyatni hisobga olgan holda barchani karantin qoidalariga rioya qilishga undovchi video roliklar tasvirga olishsa, foydadan xoli bo'lmagan bo'lar edi. Shu narsani ta'kidlab o'tish joizki, bizning yurtimizda qonun barcha uchun barobar. Qoidabuzar shaxslar shubhasiz qonun oldida javob berishga majburdir. Majidova Kamola Abdurashid qizi, Rozikov Olmosbek Nurmatovich, Hamidov Umidjon Alisher o'g'li. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 183-moddasi, 54-moddasining 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilsin, 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ba'zi hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorda, ya'ni 1,115,000 so'm jarima jazosi tayinlansin.